Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kiyevda taxminan 3000 ta turar joy hali ham issiqlik ta'minotisiz qolmoqda. Bu hafta Rossiya aviahujumidan so'ng Kiyevda taxminan 3000 ta turar joy binolari hali ham issiqlik ta'minotisiz qolmoqda. Bu haqda poytaxt hokimi Vitaliy Klichko Telegram orqali ma'lum qildi. To'laqonli Falastin davlatini shakllantirish Yaqin Sharqdagi mojaroni yakuniy hal qiladi. Bu haqda Vladimir Putin Kremlda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. Abbosning ta'kidlashicha, Isroil bosqini G'azo sektoridagi infratuzilmaning 85% vayron qilgan, qurbonlar va jarohatlanganlar soni 260 mingga yetgan. AQSh va Isroilning falastinliklarni o'z hududlaridan tashqariga ko'chirishga urinishlari qabul qilish mumkin emas deydi. Germaniyaning sobiq vaziri Grenlandiyani sotishni taklif qildi. Davosda AQShning Grenlandiyaga bo'lgan talablarini muhokama qilayotgan paytda Germaniyaning sobiq vaziri va XSS vakili Peter O'Weiler orolni $1 trillion ga sotishni taklif qildi. Tramp Eron bilan bog'liq vaziyat yuzasidan bayonot berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron atrofidagi vaziyatga to'xtalib, mamlakat hukumat tomonidan 837 kishini osish orqali qatl qilmoqchi bo'lganini eslatib o'tdi. Trampning ta'kidlashicha, AQSh tomoni bunga qat'iy e'tiroz bildirib, mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar haqida ogohlantirgandan so'ng Eron ushbu rejasidan voz kechgan. Shuningdek, Tramp Erondagi vaziyat hanuz og'irligicha qolayotganini, ko'chalarda odamlarga o'q uzish holatlari mavjudligini aytib o'tdi. Eron hukumatiga qarshi namoyishlarni qo'llagan kompaniyalar va bizneslar mol-mulklari musodara qilinmoqda. Eron bosh prokuraturasi 20 dan ortiq sportchilar, aktyorlar va kino ijodkorlariga nisbatan namoyishlarga undash bo'yicha ish qo'zg'atilgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari 60 ga yaqin kafe terrorchilik aktlarini qo'llab-quvvatlagani aniqlangan. Idoraga ko'ra, ularning mol-mulki norozilik namoyishlarida ko'rilgan zararni qoplash uchun yo'naltiriladi.